العوالم كيف ذقت سعادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أشهر قواعد في تزكية النفس. يعني nefsini paklaştaki 10 yol, 10 prensip, 10 kaide hakkındaki dersimizin 3. kaideye geldik. Abdur el-kaidetu salise 3. kaide yani 3. nefsini paklaştırma yolu El-Kur'an-ı Kerim menbe'u tezkiyeti ve ma'inuha. Kur'an-ı Kerim nefsini paklaştıran menbesi ve ma'inuha. Menbe olgandı bu tügep kalmaydıgan. Onun mücizeleri, sirleri, hikmetleri kıyamet içilip durduğun, toktap kalmaydıgan, tügep kalmaydıgan menbesi diye. Yani nefsini paklaştıran 3. yolu Kur'an-ı Kerim demek. Toktap kalmaydıgan ikinci sudaki menbesi degende akıllı yıkıllaştırış için bir misal keltirip etibimiz. Mesela su desek 2 xil olurdu. Iqin su ve toxtam su. Iqin su'nun suyu toluqlanıp turdu aşı kilovatqa yeriden. Ya böyle denizden keledi ya bir deryadan keledi. Bu su birisi onun miqdari azlab ketmay toluqlanıp turdu. Agar başqa bir tashqi omillar bo'lmay qolib qolsa. Ikkinchi birisi bu su sesib qolmaydi. Iqin su sesib qolmaydi. Yana birisi desa toxtam su. Toxtam su birisi tugaydi. İnsanlar ve hayvanlarning ichishi bilan ve quyosh nuri ostida parg'aylanishi bilan yoki yerga sinib ketishi bilan tugaydi. Ikkinchi birisi u tez sesiydi. Yaqin bo'lmagandan keyin uning tarkibi o'zgarib, yo issiqda yo boshqa sabablar bilan uning tarkibi o'zgarib sesib ketadi. Demak, mana bu yerda muallif davomida bu Qur'oni Karim, Al-Qur'onul Karim manba'ut tazkiya va ma'inuha. Qur'oni Karim bu nafsini paklashning manbasi. Manbasi bo'lganda xuddi yaqin suvga o'xshash to'xtab qolmaydigan, üzülüp qolmaydigan, davomiy manba bo'lishga yaraydigan bir manba deyapti. Bu yerda qistirib bir o'tib ketgan so'z. Biz shu nafsini paklash haqida ko'p gap qilyapmiz. Va an-nafs javharul inson degan edi ulamolar. Nafs insonning javhari. Alloh taolo va nafsi va ma sawwaha deb bu nafs bilan qasam qilgan edi. Alloh taolo odatdagi narsalar bilan qasam qilmaydiganligi, ulug' insonlarning hayotida ahamiyatli bo'lgan, zarur bo'lgan narsalar bilan qasam qilganligini bayon qilgan edik. Biz yeni bir noktadan düşündüğüm bakın kardeşler, işin evveli şu nefsini paklaş ekanligi o'tirg'i chiqadi. Bu nefsini biz ulamalarning tushuntirishlarida ham ilgari qalb mi degan edik nefsi deganda da. Demak, bir insonning nefsi pokiz bo'lsa, qalbi pokiz bo'lsa kardeşler, pokiz qalbdan, pokiz nefsidan chiqqan so'zi ham pokiz bo'ladi. Bir insonning qalbi pokiz bo'lsa, qalbi tozalansa, nefsi tozalansa, uning amallari ham pokiz bo'ladi. Hem de bir insanın kalbimi pakiz olgan bolsa, yani nefsimi bir taza pakiz olgan bolsa, sözümü taza pakiz olgan bolsa, emellerimi pakiz olgan bolsa, bunda insanlar eğer köp bo'lib qalsa, bu insanlardan teşkil tapkan cemiyet hem pakiz olur. Şunun için şeriatimiz, dinimiz, bütkül peygamberle ve desturumuz olan Kur'an-ı Kerim, onun şeriisi olan hadis Resulullah, nefsini paklashqa, kalbini pakiz tutuşqa, niyetini halis qilishqa nihayet köp ehmiyet vergan. Bu vaqtda ko'p chaqiriqlar ko'rsatmalar kelgan. Chunki qalbning, nafsining pokizligi nimani pokiz qiladi ekan? So'zni pokiz qiladi ekan. Sap qalbdan chiqqan so'zlar sap pokiz bo'ladi. Nifoq qalbdan chiqqan, maraz qalbdan chiqqan so'zlarda garchi bir pokizlik shakllanayotganda ko'rinsa bu tegidi bir maraz, tegidi bir nifoq, tegidi bir yomon g'arazlar yushirinib yotadi. Hamda pokiz qalbdan pokiz so'z chiqadi ekan, pokiz qalbdan pokiz ish-harakatlar o'tirg'i chiqadi ekan. Anda olgan ekan, bundaq cemiyet qanday bo'ladi qardoshlar? Shaytonning vasvasalardan jiroq bo'lgan, insonlar uchun manfaatli bo'lgan bir pokiz cemiyet shakllanadi. Bu bizning maktabda o'qigan vaqtlarimizda bir gap bordi. Qalbi go'zal, so'zi go'zal, harakati go'zal, muhiti go'zal. Bu bizning dinimizdagi gap asli. Demak, biz bu şey darsimizda qalbimizni go'zallashtiraylik, qalbimizni tozalaylik, nafsimizni saflashtiraylik. Gunoh maisatlarning kir qasmoqlaridan nafsimizni tozalaylik deyapmiz. Demek kalbi güzel olsa sözü güzel olurdu. Onun hareketi, futbolu kılan iş hareketleri güzel olurdu. Bunda kalbi güzel, sözü güzel, hareketi güzel insanlardan teşkil tapan muhit güzel olurdu tabii. Şu an Resulullah'ın şagirdleri olan sahabeyle yaşayan cemiyet pakiz bir cemiyetti. Şu kadar pakiz cemiyetti. Şu kadar emin, hatırcem bir cemiyet idi. Şu kadar tinç, asayişlik bir cemiyet idi. İnsanlar emez, kurt, konguz, haşaretlerine zulüm kılınmaydı. Şu an kardeşler, nefsini paklaştığın ki ehmiyetine ait yukarı. Yani nefsimiz pak olsa, kalbimiz pak olsa bu sözümüzge tesir gösterdi. Bu ahir bizning amallerimizga ta'sir ko'rsatadi.
bu üçü cugulunup nefsinin pakizligi, sözünün durustligi, amallarning solihligi bu üçü cugulunup nima bo'ldi? Jamiyatni sog'lom qiladi. Jamiyatni tuzaydi. Shunga buning ahamiyatini sal qarashga bo'lmaydi. Demak, mana shu nafsini paklashning üzülüp qolmay, to'xtab qolmaydigan manbasi nima ekan qarindoshlar? Qur'oni Karim ekan. Daraxtninki yiltizini birinchi prinsipda tavhid degan tuqa, ikkinchisida uning mevasini chaqadigan och qushini nima degan tuq? Duo degan tuq. Endi bu daraxtni davomli yashnatib turadigan, davomli sug'urib turadigan narsa nima ekan? Qur'oni Karim ekan. Qur'oni Karim nafsidan iborat bu daraxtni yashnatib turdi ekan, sug'urib turdi ekan. Muallif deydi, manba'u tezkiye ve ma'inuha, sug'urib turishdagi bir manba bo'lgandimi buzilib qolmaydigan, davomli kelib turadigan bir manba deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda estaizubillah shunday deydi: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حقيقة الله müminlerge şundak iltifat kıldıkken onlardan içinden aynı vakitte bir peygamberine evet. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne onlardan içige peygamber evet. Min enfusihim. Aşağıdan içinden yaydıgan, içidigan, kulaydıgan, mügdeydigan, manadıgan, ahir vafat tapıdıgan malaik perişteden emas. Öz içinden boğan bir kişini onlara peygamber kılıp müminlerge Allah Teala iltifat kılır. Demek peygamberine evet geldik Allah'ın iltifatı. Yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkihim. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp verir. Ve yuzekkihim ve onlar ne? Günahlardan paklaydı. Mana bizim dersimizin münasebeti yeri bu şu. Üçüncü prensipini metin nefsini paklaştan Kur'an-ı Kerim idi. Yani şu Kur'an-ı Kerim'ni kişilerge yetlu tilavet kılıp verir deydi. Ve yuzekkihim ve şu Kur'an ayetleri arkalık onlarını günahlardan paklaydı. Etrafındaki kişilerge Kur'an ayetlerini tilavet kılıp vergendiyken ona da buyruklar var, tosuqlar var. Buyruklarını takipten çıkırdı. Fettakullaha mesleta'tum ayeti o içe. Çeklemelerden katli yanıdı da bunda nefs kanda oldu, pakiz oldu. Bunda nefse günah meysetlerden tazılındı. Allah'ın buyruğunun takipten çıksa, çeklemesinin katli yansa bunda nefs tazılındı. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ve yani ulağa Allah'ın bu kitabı Kur'an-ı Kerim'ne ügütüdü, talim buyurdu. Vel hikme. Yani hikmetini müfessirler hadislerden tefsir kılıyor. Yani hadislerine ügütüdü, talim buyurdu. Bana şu ayette Kur'an-ı Kerim'nin nefsini paklayalaydıganlığı, nefsini paklaştığı mühim menba eşkelliği oturup koyulan. Muallif deydi, فَاَعْزَمُ مَا تَزْكُ بِهِ النَّفْسِ الْقُرْآنُ Kerim. Kur'an-ı Kerim nefsi onun olan paklandığın nesinin en katısı. Bu Kur'an-ı Kerim şundak kitapkin günahlardan paklaş, tazalaş kitabı. Ve o nefsinin paklaydığın menbası. Ve menba olgandımı tükep kalmaydıgan, üzülüp kalmaydıgan menbası. Ve nefsini paklaştığın ki asli buluğu bu Kur'an-ı Kerim'de. فَمَنْ أَرَادَ لِنَفْسِهِ تَزْكِيَّةً فَلْيَطْلُبْهَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kim eğer nefsini paklaştı irade kılıp kalsa Allah Azze ve Celle'nin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den talim alsın, onu ügensin, o vakit izlensin, onun buyrukları amel kılsın, çeklemelerden yansın devam. فَلْيَطْلُبْهَا diye geçiyor. Allah Subhanahu ve Teala fakat Kur'an-ı Kerim arkalıkla insanlarını dünyada azdırıp etmeslik, ahirette bəxtsiz kılmaslıkla verdi kan iken. İbn Abbas radıyallahu anhuma şundak deydi. Zaminallahu limen ittaba'al Kur'an alla yadilla fid dunya ve la yashqa fil ahire. Sümme tela femen ittaba'a hudaya fe la yadillu ve la yashqa. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e amel kılgan kişiye dünyada onu azdırıp etmeslikке, ahirette onun şaki, bəxtsiz bendilerden bulup kalmaslığa kipillik verdi. Anadınkin İbn Abbas radıyallahu anhuma فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى diyen ayetini tilavet kıl dedi. Kimi ikin menepkegen, hidayetke eğesse dünyada ola izip ketmeydi, ahirette şaki, bəxtsiz bendilerden bulmaydı diyen muş ayetini tilavet kılan dedi. Müşahede şu nes çıkıvatıdır ki Kur'an-ı Kerim'den insanın nefsini paklap, dünyada azgın kişilerin bulup kılışının ahirette şaki, bəxtsiz bendilerinin katarını bulup kılışının aldığını aldığı Allah'ı müşahede çıkıvatıdır. Aşağıdaki Kur'an-ı Kerim'e eğesse diyen ya biz yani azırak çoğun düşündüğün bolsak şu Kur'an-ı Kerim arkalık kalbini halis sağlamlaştırgan bolsa, niyetin dürüst kılgan bolsa, nefsini şu arkalık paklagan bolsa dünyada bu kişi izip ketmeydi. Ahirette şaki, bəxtsiz bendilerden bulup kalmaydı. Kin tilavetka ayetim şu. Allah deydi kimin hidayetim gelse فَلَا يَضِلُّ izip ketmeydi. Dünyada izip ketmeydi. وَلَا يَشْقَى ahirette şaki bendilerden bulup kalmaydı.
Demek Kur'an-ı Kerim bilen Allah Subhanahu wa Taala kapalet yürütüdür kimiki şu Kur'an-ı Kerim arkalık nefsini paklap, emellerini tüzüp algan bolsa, bu kişi dünyada harup kanmaydı, izip ketmeydi, yama yollar, hata yollar kirip ketmeydi, akidesi bozulup ketmeydi. Ahiret şu ise şaki, baxtsiz, ahli cehennem insanların bop kanmaydı. Muş kapalet fakat muş Kur'an'ın kılan berilip Muşu ayet kaysı ayetinin devamını kiredi dese kardeşler bir şey yani azrak naziran ağdırma. Femen itteba hudaya fela yadillu ve la yashqa. Diye ayet Adem Aleyhisselam bilen Havva anımız ve iblis cennetten çıkarılıp zımını çürülgen şu ayetinin devamını kelgen. Allah Teala deydi ki estağfirullah. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'd adu. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Adem Aleyhisselam bilen Havva anımız dediği ki iblisin başını katırda. Sizler bu cennetten çıkıp zımını uçuşunlar. Ve birbirine düşman boğan asasta. Yani Adem atımız, Havva anımız bir taraf, iblis yeni bir taraf. Sizler birbirine düşman boğan halette cennetten zımını uçuşunlar. Kimi ki men taraftan şunda bir hidayet kelgen vaxtıda ana şu hidayet egesse dünyada izip ketmeydi, ahirette şakî baxsiz benlerden bolup kalmaydı. Adem Aleyhisselam bilen Havva anımız şu zımınga düşken künden başlap şeytan bilen boğan küreş başlanıp ketdi. Dili hem dağılmış oldu, devri kıyamet kişi dağılmıştı. Mana şu küreşte aynı vakitte Adem Aleyhisselam'a Havva anımızga deyilip atıdı, hazır bizlerge deyilip atıdı. Kimikin men taraftan kelgen hidayetke egesse dünyada izip ketmeydi, ahirette baxsiz kalmaydı. Allah Kur'an-ı Kerim yani şundak deydi. Estağfirullah. Ya eyyuhan nasu kad ca'atkum mev'izatun min rabbikum ve şifaa'un lima fi's-sudur ve hudan ve rahmetun lil mu'minin. Ey insanlar, sizlerge Rabbinlar tarafından vez nasihat geldi. Yani Kur'an-ı Kerim geldi. Bu Kur'an-ı Kerim kalplerdeki dert elemlerge, gam kaygılarga şifadır. Yani bir şeydi ki mana nefs, es-sudur'dan maksat en-nufus. Yani nefslerdeki gam kaygılarga, dert elemlerge, merez, kisellerge şifadır. Ve huden ve doğru yol göstergücü, hidayet kılgıcıdır. Ve rahmetun lil mu'minin. Ve o rahmettir. Yani bir yerdeki ahir lil mu'minin degenden bu nefs eğer müminlerin nefsi olup kalsa bu nefsige bu Kur'an-ı Kerim şifaken, hidayetken ve rahmetken degen mezmun çıkır. Demek bana şu ayette hem Kur'an-ı Kerim'den nefslerdeki dert, elem, gam, kaygı ve nefslerdeki her xil günah, maiset, kisellik, merez, kırkasmak mana bulağa şifa işkelliki, onu tazılayalaydigan ilaç, doğru işkelliki hem oturup koyulur. Bunu texim ochiq qilib İbnül Qayyim Cevziye rahimahullah Zadul Ma'ad degan kitobida shunday deydi. Al-Qur'an huwa shifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyyati vel bedeniyye ve adwa'ud dunya vel ahire. Kur'an-ı Kerim kalbi ve bedeni yani kalbi nime? Aşı nefsi demek. Nefsi ve bedeni kiselliklerinin hem türüge toluk şifa boğucudur dedi. Ve edva dünya ve ahire. Dünya ve ahiretlik kisellerge toluk şifalı kılan kitaptır. Demek kimi ki günah meysetlerini kaytay, kalbimni tazalay, nefsimni paklay, ruhimni saplaştıray deydiken hatta ben bedenimni hem bir sağlamlaştıray, bedenimni hem Allah Teala itaat kılıdığan, teslim boğucu bir beden kılıp hazırlay, Allah'ın yolu da kulçuluk kıldıray, boysunduray deydiken bana çünkü bedeni yerin şu çıkıdı. Bana bu kişiler Kur'an-ı Kerim'ne özgü ilaç kılıp kullansın diye gel. Çünkü kalbi, bedeni, dünyavi ve ahireti bütün kisellikleri toluk şifa deydi. İbnül Qayyim Cevzi rahimahullah. Hem de bu gep elbette Kur'an hadis deyilgen gepler bu. Mesela muşun dalal kılan Kur'an-ı Kerim'de şunda bir ayet var. Estağfirullah. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin. Biz Kur'an-ı Kerim'de nazil kıldık. O Kur'an-ı Kerim'de müminler için şifa ve rahmet. Peki şifa umumi geldi. Rahmet mi umumi geldi? Bedeni, kalbi, dünyavi, ahireti umumi mutlak geldi bu ayette. Demek İbn-i Qayyim Cevziye'ninki bu sözü Kur'an'daki yukarıki ayetki hem uygun geldi. Andakta sual. Bu Kur'an-ı Kerim kandak şart hazırlangan vaqtida anandakin özünün sahibiga menfaat qiladi. Qalbni paklashdan bu Kur'an-ı Kerim kandak şart hazırlangan vaqtida menbasi olalaydi degan bir sual tug'iladi. Allah Taala bununga o'zi javob berib, estağfirullah. Ellezina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilavatihi ulaika yu'minuna bih. Biz Kur'an-ı Kerimni ularga bergan, nazil qilgan bu kishilar yatlunahu haqqa tilavatihi. Bu Kur'an-ı Kerimni o'zininki haqqiga rioya qilib turib, taqazzolari bilan tilovat qiladi.
Ulaika yu'minuna bih va ular o Qur'oni Karimga chin iymon keltirdi. Mana bu yerda shart chiqyapti. Bu oyatni bir az tushunib o'tamiz. Oyatning oldidagi va oxiridagi kelgan mazmunlarga qaragan vaqtimizda bu yerdagi allazina, ya'ni Qur'oni Karimni biz ato qilgan kishilar, mishayidagi allazina kishilarning mu'minlar ekanligi va ulaika yu'minuna bih degan mush oyatning ham ko'rsatmasi dalili bilan bu yerdagi Qur'oni Karim ato qilingan kishilarning mu'minlar ekanligi, Qur'on manfaat qiladigan kishilar ekanligi, nafsi uning bilan poklanadigan kishilar ekanligi o'tirib chiqdi. Demak, mana shunday javob chiqdi. Qur'oni Karim mana bu oyatga kelgandek yatlunahu haqqa tilovati. On o'zining haqqi bilan, hurmati bilan tilovat qiladigan, uning talab taqozzolariga rioya qiladigan, u Qur'oni Karimga shak shubha bilan emas, uningga iymon keltirgan, amal qiladigan mana mushundaq kishilarga manfaat qiladiganligi bu oyatdan chiqarib qo'yilmoqda. Muallif deydi, bu yerdagi yatlunahu haqqa tilovati. Qur'oni Karimni o'zininki haqqi bilan tilovat qiladi degan yerdagi tilovat qilishni muallif debdi takunu bi qiraatihi va hifzihi va fahmihi va tadabburihi val amali bih debdi. Ya'ni bu Qur'oni Karimning bu yerdagi o'zining haqqi hurmati bilan, o'zining haqqi bilan tilovat qilish, uni qiroat qilish, uni hifz yodlash, uni fahm tushunish, uni tadabbur, tafakkur qilish, tahlil qilish val amali bih va uni amal qilish. Mana mushu yatlunahu haqqa tilovati. Bu Qur'oni Karimni o'zining haqqi bilan loyiq ravishda tilovat qiladi deganning tafsiri shu davlat muallif. Kama fassarahu bizalika as-sahabatu wat-tabi'un. Xuddi sahoba roziyallohu anhum ijmo'iylar va tabi'inlar tafsir qilgandek, mana shundaq shart hozirlangan vaqtida anondan keyin uni o'zining haqqi bilan tilovat qilgan bo'ladi. Qur'on qanday shart hozirlangan vaqtida nafsini paklashga yaraydi degan edi-ku. Demak, Qur'oni Karim o'zining haqqi bilan tilovat qilinganda Qur'oni Karimni tajvid qoidalari bilan tilovat qilish, uni yodlash, uni tushunish, uni tafakkur qilish va unga amal qilish deb tushunib ekan. Biz ham shunday tushunishimiz to'g'ri ekan. O'sha vaqtida anondan keyin bu Qur'oni Karim nafsini paklashning manbai bo'lalaydi demoqchi. Ibn Mas'ud raziyallohu anhu Imom Ahmad o'zining musnadlarida keltirgan muhaddislardan Ahmad Shokir sahih hadislarning qatorida sanagan asarda shunday deydi. كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. İbn Mesud raziyallohu anhu shunday deydi ki, bizning ichimizdan qanaqliki bir kishi bo'lsa, u Qur'oni Karimdan 10 oyatni ta'lim olgan bo'lsa, shu 10 oyatninki ma'nilarini tushunganga qadar va uningga amal qilgan qadar 11-oyat o'tmaydi dedi. Mana bu yerda ma'nisini tushunish, uning amal qilish anondan keyin qalbni paxdiya oladi demoqchi. Abdur deydi: "Va qira'atul Qur'an duna fahmi ma'anihi aw al-amal bima jaa fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin." Qur'oni Karimni uning ma'nilarini tushunmay tilovat qilish yoki uningga amal qilmay tilovat qilish Qur'oni Karimni o'zining haqqi hurmati bilan tilovat qilib bo'lmaydi, unda sanalmaydi. Mana bu shuning uchun valiza yaqulu Fudayl ibn al-Iyaz rahimahullah innama nazala al-Qur'an liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Mushu sababdan Fudayl ibn Iyaz shunday degani ekan deydi. Shaksizki Qur'oni Karim uning amal qilinishi uchun nozil qilindi. İnsanlar onun qiraat qilish bilan berilib ketdi deydi. Shu qiraat qilishni shu amal qilish deb tushunib, shuningla ching tutgan bo'lib ketdi deydi. Bu İmam Ajuriyninki Axloqu Hamalatil Qur'on degan shu kitobida zikr qilingan ekan. Demak, Qur'oni Karimning nozil qilinish sababini Fuzayl ibn Iyaz amal qilish uchun demoqchi. Ammo insonlar amal qilishni, qiraat qilishni deb tushunib qoldi deyapti. To'g'ri, bu narsa bizning hozirgi davrimizda bor. Qur'oni Karimni go'zal tilovat qilish, Qur'oni Karim musobaqalarga qatnashish, shu orqali nom shuhrat qozonish, ma'lum bir dunyoviy manfaatlarni qo'lga keltirish, mukofotlarga erishish, qori qurra, hafizul Qur'on degan nomlarni elish degandek maqsadlar bizning diyorlarimizda ham bu narsa shakllanaylik. Endi bu yerda bir narsa qistirib o'tayotganimiz qarindoshlar. G'ov qolmaslik uchun. Yuqori tushunchalardan Qur'oni Karim ma'nisini tushunmay, tafakkur qilmay o'qilib qolsa, bu Qur'oni Karim o'zining haqqi hurmati bilan o'qilgan bo'lmaydi degan bir tushuncha hozir kallamizga biroz o'rnagandek bo'ldi. Mushaqda ulamolarningki qarashilari qanday bo'lgan? Qur'oni Karimning ma'nisini tushunmay, ixlos bilan Allohning kalomi ekan deblam o'qigan bo'lsa bir kishi, ammo u kishida Qur'oni Karimning ma'nisini tushungidek, tafsirini tushungidek, sababini uzurlarini bilgidek ilm yo'q. Arabchadan savad yo'q. Ajamlarga nisbatan bo'ladi. Bizlarga nisbatan bo'ladi. Mujna qolsa bu kishiga savob berilamdi, berilmamdi. Bu Qur'onni o'qimagandek ulamda bo'lmamdi degan bir savol tug'iladi.
biz bu savolning ham javobini bu yerda ro'shanlashtirib o'tmasak, qalbimizda Qur'oni Karimning ma'nosini tushunmay o'qisak, ajri berilmaydi ekan deb Qur'onni texim tashlab qo'ydigan ish chiqadi. Chunki ajamlarning ichida arabchani bilmaydigan, Qur'onning ma'nosini tushunmaydigan kishilar nihoyat ko'p. Buni Rasulullohning hadisi bilan sharhlaymiz. Tirmiziyda kelgan Sheyx Albani Sahih degan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Al-hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, va mimun harfun." Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydi ekan, kimiki Allohning kitobidan bir harf o'qigan bo'lsa, u kishiga shu o'qigan harf sababli hasanat va mukofot bor deydi. Mukofot 10 barobar bo'ladi. O'tib ketgan Ramazon oyida 700 gacha, hatto undan ziyod bo'ladi. Ramazon oyida alohida mukofot ziyod. Normal vaqtlarda ham Alloh ziyod berishga qodir, Allohning g'azinasi kan saxiy zot. Eng to'g'ri bo'lganda bir ixlos bilan Allohning kalomi o'qilgan bo'lsa, bir harfga 10 mukofot deydi. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Bu yerlik mukofot 10 barobar bilan bo'ladi deydi. La aqulu alif lam mim harfun. Men alif lam mim bu uch harfni bir harf demayman deydi. Walakin men deymanki alif bir harfdir, lam bir harfdir va mim bir harfdir. Andaqanikin alif lam mim deb o'qib qo'ygan kishi uch harfni o'qigan bo'ldi degan gap. Uch harf yuqorqi assucha qandaq 30 hassi mukofotni hozirladi degan gap. Mush hadisning dalili bilan ko'pchilik ulamolar, mush hozirgi zamondagi hayot ulamolardan Sheyx Favzon, vafot topgan ulamolardan Ibn Usaymin, Bin Baz va ilgari o'tgan salaf ulamolarning hammasi degidek, Qur'oni Karimning ma'nosini tushunmasimi, bilmagan odamlarga qo'yilgan talab. Ixlos bilan Allohning kalomiga deb o'qsa, mush hadis bo'yicha u kishiga mukofot bor. Chunki hadis mutlaq keldi. Ma hukmlash ikki xil bo'ldi. Mutlaq va muqayyat. Qaysiz kelgan. Ma'nosini tushunib o'qsa degan narsa yo'q bu yerda. Man qara harfan min kitabillah deb keldi. Bi fahmin deb kelmadi-da. Qur'oni Karimdan bir harf o'qsa deb keldi. Shu vajda mush hadisning dalili bilan jumhur ulamolar Qur'oni Karimni tushunmasimi, ixlos bilan Allohning kalomiga deb tilovat qilsa, bu kishiga mush hadis bo'yicha bir harfga 10 mukofot. Ramazon oyida bir harfga 700 mukofot. Demak, nafsini poklashninki manbai bo'lgan Qur'oni Karim ma'nosini tushunmaydigan, arabchadan xabari yo'q kishilarga nisbatan Allohning kalomiga deb o'qilsa-mu, bu hadisning dalili bilan inshaalloh u kishining nafsini poklashga manfaati bor. Agar o'rganib, uning ma'nosini tushungidak, nozil bo'lish sabablarini bilgidak, ahkomlarini bilgidak holat yetib qolsa, bu texnik go'zal. Ammo shu ma'nosini tushunmay Qur'oni Karim tilovat qilgan kishiga qo'yilgan ham talab nima? Amal qilish. Shuning tarjimalarini ko'rib olib, tarjima qilgan tafsirlarini ko'rish orqali, bu vaqt tushuntirilgan ulamolarning darslarini tinglash orqali bu kishi amal qilish o'ziga amr tutish lozim. Amal qilmay qolsa, bu kishiga ham qalbini poklashga yordam. Endi bu yerdagi yatlunahu haqqa tilovati. Ne biz yuqorqi hadis bilan bog'langan asosda yuqorqidek tushunib o'tsak, inshaalloh to'g'ri tushunish bo'ldi. Alloh alam, Alloh to'g'risini bilguchi. Ya'ni tilovat nima qilamiz? İmkanımız olsa yadlaymiz, şaraitimiz olsa Arap tilini o'rganib, ma'nolarini tushungidak bo'lamiz va ma'nolarini tushungidak hala shakllangan vaqtida uning tafakkur tahlillarni deb boramiz, yoki tarjimalarini ko'rgan vaqtimizda tafakkur tahlillarini deb boramiz. Ma'nosini tushunayli, tushunmayli amal qilamiz degan e'tiqodda bu Qur'oni Karimni tilovat qilamiz. Inshaalloh shu vaqtida anondan keyin bu Qur'oni Karim o'zining haq hurmati bilan tilovat qilingan bo'ladi va nafsini poklashga yaraydi. Bu darsning oxirida deb qo'ydiganimiz Qur'oni Karim bu nafsini poklashninki manbasi. Endi Qur'ondan yuz o'rishning oqibati qanday bo'ladi? Chunki bu ikki narsa bor. Inson bo'lgan ekan, shayton bor, shayton mavjud. Shayton bo'lgan ekan, yo shaytondan g'olib kelib inson Qur'oni Karim orqali qalbini poklay oladi. Yoki shayton oldida mag'lub bo'lib, shaytonga mahkum asir qul bo'lib, Qur'ondan yuz o'rish orqali qalbini marazdan tozalay olmaydi. Gunoh ma'siyatlardan poklay olmaydi. Andaqda bu Qur'ondan yuz o'rishningki oqibati qanday? Qur'ondan yuz o'rishning oqibatini biz Allah'ın tüvenlik söz arkalık tushunamiz. Allah Teala Qur'oni Karim shunday deydi, estağfirullah. "Ve men a'raza an zikri fa inna lahu ma'ishatan zanka ve nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma ve qad kuntu basira. Qala kezalik atatka ayatuna fanasitaha ve kezalika al-yawma tunsa." Bu ayette Allah Teala deydi ki, kim mening zikrimdan yuz o'risa. Ko'p mufassirlar shu Qur'ondan yuz o'risa. Allah elçisi peygamber ip kelgan hidoyatni yuz o'risa. Ya'ni shu hidoyatni, iymonni, islomni o'z ichiga olgan, shuni tushuntiradigan Qur'ondan yuz o'risa, fa inna lahu ma'ishatan banka.
Bu kişiye bir tar turmuş var deydi. Mufassirlar bunu hayatı dünya deb tafsir qilgan. Bazı mufassirlar barzahul alam, qabr hayatı deb tafsir qilgan. Lekin ko'p mufassirlar dunyo hayoti deb tafsir qilgan. Qur'onda yuz berishninki keltirib chiqadigan aqibati qarindoshlar. Bu dunyoning o'zida bir tar turmush bor edi. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qiyomat kuni a'ma qo'pirimiz. Ma oyatdan mana keyindan qiyomat kuni a'ma qo'pirimiz degandan oldidagi gapning dunyoga oid ekanligi ham chiqadi. Mufassirlar shunday deydi. Uni biz tar turmush yashdimiz degani dunyoga oid bo'lganlikdan Alloh taolo keyindan oxiratda ko'r qarg'u qo'pirimiz deydi. Kimne? Hidayetten, Kur'an'dan yüz örgen kişi. Yani Kur'an-ı Kerim'den iman keltiriştin. Kur'an-ı Kerim'e iman keltiriştin. Kur'an-ı Kerim'e amel kılıştın. Yüz örgen kişine kıyamet günü kargo kopurumuz dedi. Kâle Rabbi lima haşerteni a'ma. Bu kişi deydiyken, ey Rabbim beni nimeki bunda kargo körmez kıp kopurdum. Ve kad kuntu basira. Ben dünyada küzem körüdüğün bir kişiydim bu. Allah Teala deydiyken, kâle kezalik. İş şundak. Yani Allah Teala şunun keyinden öz şer'i verip etetki ayatuna fenasitaha. Bizning oyatlarimiz sana tilovat qilingan edi, sana kelgan edi. Ana bu şeyden uçuk Kur'an ekanligi chiqadi qarama mana. Zikrdan maqsad Kur'an ekanligi bu şeyden etetki ayatuna. Sana bizning oyatlarimiz kelgan vaqtida fenasitaha. Onu unuttun. Oyatlarimiz sana kelgan vaqtida sen onu unuttun. Fenasitahani mufassirlar terektaha deb tafsir qilgan. Sen onu terk etdin. Ayetlerimiz sana tilavet qilgan vaqtda onu tashlab etdin. Şuna seni ko'r qo'pardim demoqchi. Keyin edi va kazalikal yawma tunsa. Shu sababdan sen bugun tashlansan. Sen dunyoda bizning oyatlarimizni tashlab etding, ham oxiratda biz seni tashlab etamiz. Va kazalikal yawma tunsa. Tunsani yani tashlab etish. Ma'nosi tafsirini bergan ulamolar. Mana shu oyatda qarindoshlar Kur'an-ı Kerim'den yüz örüşninki akıbeti uçuk otururken dünyada kandak tar bir turmuş. Hiç hatırcamlık erişenmeydiğin turmuş. Ne iktisatta bir eminlik hatırcamlık erişenmezlik. Ne dosyarella barısıda bir hatırcamlık erişenmezlik. Yani bir köngülü emin tapkıdek bir dost tapanmazlık. Hiyanet kılmaydiğin samimi sağlık dost tapanmazlık. Ne ayalı barısıda hatırcam bulanmazlık. Ne perzentleri barısıda hatırcam bulanmazlık. Ne özü yaşavatkan rayonda bir hatırcamlıkka erişenmezlik, bir tar turmuş, kısılçılık, sıkılçılık, manevi düşkünlük, harlık, hakiki baxt saadetin hali bo'lgan bir tar turmuşning dünyada bu Kur'an-ı Kerim terk etken kişiga yüzländiganligi, ahiretde bu kişinin qarg'u qo'pirildiganligi, ko'r qo'pirildiganligi, vaholanki dunyoda ko'zi ko'rsin. Mana aqibati bu oldu. Bu Kur'an'ı terk etken, bu Kur'an'dan yüz o'rgan, nafsini paklaydigan en layık, en uygun mənbə olgan, bulaq olgan ve toxtab qanmaydigan, üzülüp qanmaydigan mənbə olgan bu Kur'an-ı Kerim'den yüz örgen kişiye dünyada en ağır ceza hem verilirken, ahirette hem ağır ceza verilirken. Demek, dersimizin xulasası qarindoshlar, Kur'an-ı Kerim nefsimizni paklaşına buluqi, mənbəyi. Tevhid, onun nemisi oldu ya? Yiltizi. Dua nemisi oldu ya? Açqıcı. Kur'an-ı Kerim nemisi? Mənbəsi. Mənbə degan nima? Şunu bir energiya bilan, şunu bir ozuqlik bilan to'liqlab turadigan narsa. Demak, nafsimni poklayman. Allohga uchrashqchi bo'lgan oxirgi minutlargacha poklayman degan irodasi bor kishi to'xtab qolmaydigan iqin suvdek Qur'oni Karimni o'ziga qanday qilish kerak? Manba qilish kerak demoqchi. Alloh subhanahu va taolo nafsimizni o'zining kalomi bo'lgan Qur'oni Karim orqali poklab bersin. Amin. Ve bizni ham ana shu Allohning kalomi Qur'on orqali nafsimizni poklaydigan irodani tiklashga nasib qilsin. Amin. Ve bu Kur'an-ı Kerim'ni hayat dasturi qilishga, davomli ozuq energiya manbasimiz qilishga Alloh taolo nasib qilsin. Amin. Kur'an-ı Kerim'ni tashlab qo'yishlar duchor bo'lgan yomon oqibat qiluvchilarning qatoridan Alloh taolo bizni saqlasin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala khayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.